Janob, bo'ldi. Quyosh panellari to'g'ri o'rnatildimi? Albatta Qaralaring. o'rnatildi. Qara yaxshi Hop, o'rnatilmagan bo'ldi. bo'lsa masalani Okey, hammalariga okey, tashlab bo'ldi. o'tiraman. Bo'ldi. O'zim Bo'ldi, bilan birga chaqiraman. o'ynayapman. Hop. Voy. Telefonmi nima bo'lyapti? Будильникmi telefonmi? Voy. Вообще bor charchabman kecha. Bo'libdi, hali uyg'onishim kerak. Voy. Mayli, qani nima gap bo'lsa. Voy. Tur. Voy, tur. Barchaga salom do'stlar. Meni ismim Shahis va men yangi videoroligim. Jonim boru. O'chirdim. Barchaga salom do'stlar. Meni ismim Shahis va men yangi videoroligimga xush kelibsizlar. O'rganib qolganman. Mana hozir uyqudan turib sirat salomlashib ketdim. Men вообще nimadir bo'lgan menga boru. Soat 7:30. What the fuck? 7:30 bo'lishi mumkin emas. Telefonim xato. Umuman xato. Hozir kompyuterdan ko'ramiz. Soat 9:30 ekan, 2 soat orqada. Boshqa davlat soatiga o'tib qolibdi. Mayli, chiqsa yo'q, to'g'rilab qo'yamiz. Mayli. Xo'p, mana kofeyim qayerda edi? Mana bu yerda ekan, yaxshi. Ajoyib. Qani tashqariga chiqaylik, chiqqanaqa ajoyib kun bo'lmoqda. Undan oldin hozir to'xtab turinglar va 5 minut sabr qilib turinglar. Bolalar, shoshmanglar. 2 sekund mana shu videoga e'tibor qaratinglar. Qaranglar, Telegram kanalimizda 713 ta obunachi bor. Va do'stlar, buni 1000 ta obunachi qilsanglar, mana men yuzimni ko'rsaman deganman. Hammalaringiz yuzimni so'rayapsizlar, yuzingizni ko'rsating va moddaringizni tashlang deb. Tezroq mana Telegram kanalimizda 1000 ta obunachi qilinglar va shularni hammasiga erishinglar. Va mana ma'lumotlarim ham bor do'stlar. Telegramga qarab bemalol kirib ko'rishinglar mumkin. Telegram kanalimizga o'tinglar va obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, birinchi bunday yozib olaman, yaxshi. Har doim kunning boshida bolalar bilasizlar yo bilmaysizlar. Yaqinda boshlagandim bu odatni. Qisqasi, har doim kunimni boshida o'zimni qanaqadir rejalarimni yozaman. Okey, xo'p. Va yaxshi, qani endi tashqariga chiqib qani, juda ham ajoyib tongdan bahramand bo'lamiz va tushunmadim. Bu yerda yana nima bo'lyapti ekan? Qani boraylikchi, nima gap ekan? Voy, ertalabdan yana qanaqadir ishlar qilishyapti. Nima? Yosh panellari va mer, assalomu alaykum. Mer, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Sog'liklar, tinchliklar. Nimaga bunaqa quyosh panellari qo'ygansiz? Qisqasi, Shahis, qara. Bu yerga men elektr energiya tashimoqdaman va shuningdek yangiliklarni ko'rib boramiz shu yerdan. Mayli, lekin bu televizorga juda ham ko'p akkumulyatorlar qo'ygansiz. Bu juda ham ko'p-da, to'g'risini aytsam. Menga aqllilik qilma. Aqllilik emas, lekin baribir hamda. Qisqasi, senga bitta gapim bor. Qanaqa gapingiz bor ekan? Xo'p, qara, yonimda yangiliklarni ko'rmasak bo'lmaydi. Nima bu qishloqlar ham ko'rish kerakmi yo ko'rib bo'ldinglarmi mendan oldin? Qisqasi, biz ko'rib bo'ldik. Sen ko'r birinchi. Xo'p, qani nima deyilgan ekan bu yangiliklarda? Nima ko'rsak bo'ladimi? Televizor ko'rsatadimi? Yo'qda, shu afsuski ko'rsatmas ekan. Voy, nima qilamiz endi? Men sen o'zingga aytaman. Qisqasi, asteroid kelmoqda ekan bizning qishloqqa. Nimalar deganingiz? Axir mana ajoyib osmon bo'lib turibdi. Mana ishonmayman bunaqa narsaga. Qara, mana telefoningga ko'r bo'lmasa. Nima siz tashagan xabardimi? Mana o'zim shoshlik saytlardan olganman. Mayli. Xo'p, asteroid tushmoqda. Men tushmadim mana shuncha qishloqni o'rtasiga. Mer, nima qilamiz bo'lmasa? Qisqasi, sen bilasan. Nima deb bilaman? Nima bunker quramizmi? Bilmayman. Hamma o'zi uchun himoya qilsa, tushundingmi? Sanda nima desa bo'ladi, bir 3 soat vaqt bor. Nima 3 soat vaqt bo'lsa, nimaga siz buni qurib bo'ldingiz? Aytmoqchi bo'lganim, nimaga buni quritsiz bo'lmasa, axir asteroid tushsa yo'q ketadi-ku bu narsalar. Qisqasi, men bilganim yo'q edi bu narsalar. Qurib bo'lganimdan keyin bildim. Shuning uchun tezroq energiya olay va keyin asteroid tushgandan keyin balki apokalips bo'lib qolsa, mana shunday energiyalarni olaman, o'zim ishlataman. Mayli, nima bo'lganda ham, xo'p, mayli, o'zingiz bilasiz. Bo'lmasa men narsalarni olmasam bo'lmaydi. Bolamni qaranglar, ko'rishinglar mumkin.
asteroid tushmoqda deyapti. To'g'ri, mana bu telefondan ko'ra olmaysizlar bola, lekin men ko'rmoqdaman. Sizlarga ko'rsatib bo'lmaydi bu narsani. Qisqasi bola, hozir menda zo'r fikr bor. Har doimgidek bunkerlar qurardim. Shu safar bola mana bu uyimni o'ramoqchiman bola. Nima deb o'ylaysizlar? Uyimni o'rasam juda ham ajoyib fikr, to'g'rimi? Albatta, juda ajoyib fikr deb o'ylayman. Bo'lmasa hozir men narsalarni zakaz qilishim kerak. Xo'p, yaxshi, narsalarni zakaz qilib bo'lgandan keyin shu uylarni ham qurib bo'lganimdan keyin mana bu nima desam bo'ladi, xavfsizliklarni va keyin kamerani yoqaman. Ungacha mayli bolalar. Xo'p, yaxshi. Internet hozircha yaxshi ishlamoqda. Xo'p bolalar, men o'zimni yer osti emas, yer usti bunkerimni qurib bo'ldim. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Xo'p. Telefonimni olaman, yaxshi. Okay. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. Mana shunday qilib dumalaqroq qilganman. Qo'ldan kelgancha mana bu asteroid mana uyimni buzmasin degan maqsadda. Buni yerni ostini ham bedrock qilmoqchi edim, to'g'risini aytsam pulim yetmay qoldi. Mayli, shularga yetganiga shukr va ovqatlar, kerakli ovqatlar, non, olma va sabzilarni olib qo'yganman bolalar. Suv esa suvni hozir olaman deb o'tirgandim. Marda oldidan. Marda oldidan emas, nima desam bo'ladi? Hovuzni oldidan. Mayli, xo'p, nima ham qilardik, hozir mana bunday qilamiz. Xo'p, bu qishloqdan uzr so'rayman. Uyini mana shunday qilishga majbur bo'ldim, sababi mana shunday go'zallik, nima desam bo'ladi, mana shu to'sib turadi har doim mana shunday uyi. Shu sababdan ana qilaman. Xo'p, qishloqlar nima qilayotgan ekan? Ha, mayli, nima bo'lganda ham. Xo'p, bo'lmasa bolalar, menda yana bitta fikr bor, lekin hozir u fikrni aytmay turaman. Xo'p, o'zi qanday ko'rinyapti ekan o'zi bu yerdan, tashqaridan? Xo'p, qani ko'ramiz qanday ko'rinayotgani. Menimcha voy. Mayli, hech qisi yo'q. Menimcha normalniy bo'ladi. Bo'la. Ajoyib. Xo'p, mer nima qilayotgan ekan? Qiziq. Xo'p, mana bu yerdan suv olishim kerak, chelaklab yoki bilmadim qancha bo'lsa ham suv olishim kerak. Demak, qishloqlar kulib o'tirishibdi. Mayli, nima bo'lganda ham mayli deb qolamiz. Bo'lmasa bolalar, bu yerdan suv ola olmayman, mer urishadi. Yo'q, chelaklab ola olmayman. Undan ko'ra bolalar, mana bu yer ostidan suv olganim yaxshi, fikrimcha. Yer ostidan kovlaymanda suv olaman. Ungacha bo'lmasa yana bir ikkita narsalarni zakaz qilishim kerak ekan. Mayli, nima ham qilardik. Qishloqlar, lekin zo'r qilib shaxsni aldadik. Hech qanaqa asteroid bo'lgani yo'q edi. Ana endi zo'r. Kim menga maslahat bergani shu rejani? Man. Mayli, kim bo'lsa ham. Qisqasi, ana endi uni nima qilamiz aytaymi? Endi bu energiyalarni olamiz. Nima desam bo'ladi? Energiyani bunga juda ham qimmat qilib pulga sotamiz. Bu yerdan energiyani o'chiramiz, shahar energiyasini. Shahar energiyasi bilasizlar juda ham arzon. Shu sababdan o'zimizning energiyamizni sotamiz. Ungacha bilmasligi kerak shaxs. Hech kim aytmasligi kerak qisqasi. Shaxs bilib qolmasa bizani aldaganimizni. Tushundinglarmi? Sizlarga ham nima desa bo'ladi? Sani uyingni buzdimi? Hech qisi yo'q, uni to'g'irlaymiz. Qisqasi, hech kim umuman shaxsga til ochmasin, umuman og'iz ochmasin. Tushundinglarmi? Tushundik. Mayli, bo'lmasa davay hamma ishga. Voy, bolalar, buni qilaylik, juda ham ko'p kovlab yubordim. Xo'p, bolalar, meni rejam qanaqa edi? Men hozir yer ostidan nima desam bo'ladi, suv, tunnel kovlab, mana bu yerdagi hovuzdan, to'g'ri hovuzdan bilmadim, o'zimni shevamda ham gapiravray bolalar, juda ham sizlarga to'g'rilayman deb o'zim tilim amne bo'lib ketadi. Har doim tilim bunaqa bo'lib ketadi. Sizlarga tushunarli gapiray deb, to'g'risi ko'pchilik bizni shevani tushunmasa kerak, bilmadim yana ham. Sizlarga to'g'ri gapiray deb mana shunday tilim aylanib ketadi-da, to'g'risi. Mayli. Hozir bolalar, mana shunday o'tamiz, okey. Asli tushamiz-da, xo'p, mana bilan olamiz. Va endi hozir yo'lashni boshlaymiz. Bunday qilib qo'yamiz. Juda sovuq ichkari. Lekin nima bo'lganda ham bolalar, men baribir ham nima desam bo'ladi, suv olmasam bo'lmaydi. Xo'p, tezroq buzamiz. Xo'p, qayerda bo'lishi mumkin? Men topa olmayapman-da bolalar. Sizlar bilasizlarmi, yo'qmi bilmadim-ku.
Lekin men qaranglar juda ham ko'p kovlab yubordim va mana bu yerlarga ham qarashim kerak. Bilmadim, hisob kitob qilmabman. Voy, mayli. Bela bolalar qayerda bo'lishi mumkin? Axir men qancha qidiryapman, yo'q-ku. Yoki juda ham chuqur kovlab yubordim. Albatta juda ham chuqur kovlab yuborganim. Aniq bo'lsa mana bu tepadami ekan bolalar. Bilmadim bolalar, men hozir bilmayman. Men shaxtada ishlamaganman bilsanglar agar. Mayli, mana bu tepadami ekan. Bilmadim bolalar, hozir nima qilish kerakmi? Hoppa. Hech nima yo'q. Oldin buni hisob kitob qilishim kerak edi bolalar, lekin bolalar mana o'zi aradan bir 2 soat o'tdi. Lekin asteroid tushdimi yo'qmi bilmayman. Agarda tushgan bo'lsa, men chiqmasligim kerak uydan tashqariga. Menga bilinmayotgandir, shuning uchun yer ostida turishim kerak desam, tushmadim. Nima? Qayer bo'lishi mumkin bu yer? Asteroid tushni yaqinlami bu yerda? O bolalar, men qaranglar, bu yerda ham chuqur. Yo'q, tutinglar, bu yerda men o'qildim adashmasam. Tushunmadim bolalar, men qaranglar. Tushunursin bolalar, men qaranglar. Kim bu yerga bunaqa katta teshik qoldirishi mumkin? Qiziq. Bola, men tepasida nima bor? Axir attiga bir qavat bo'lsa bu degani hali beri asteroid tushmagan. Qiziq. Yoki tushganmikan bilmadim bolalar. Bulutlar, osmon ochiq, hech nima bo'lmagan menimcha. Meni aldashgan. Bilmadim bolalar, yoki aldashmagandir. Yoki men xato o'ylayapman. Chiqmaganim yaxshimi? Yo'q, chiqmay bolalar. Tinchgina yurganim yaxshi, meni ko'rib qolmasin mer. Adashmasam mana bu yerlarda edi. Bela. Voy, chinursin. Nima qilaman endi? Hop, tutinglar, tez buni yopmasam bo'lmaydi. Shunday qilib yopib qo'yayda bolalar, ehtiyot bo'lishim kerak. Shunday qilaman. Ajoyib, mana suv. Mana bu yerda suv bor ekan, yaxshi. Mana shu yerdan ovolaman, lekin bu yer juda ham chiroqni bir mana bunday qilib, mana bu yerdan ovolaman yoki. Ajoyib, hop, mana bu yerlarda meni tunnelim bo'lishi kerak. Joylagan tunnelim bo'lishi kerak bu yerlarda. Tushunmadim, qaraman tunnelim. Ajoyib, mana shu yerda ekan. Ajoyib, hop, mana shu yerdamidi. Bu yerlarda emasmidi, bilmadim, qayerda bo'lsa ham yo'qotib qo'ydim yana. Badamidi, mana bu yerda edimi? Voy, yo'qotib qo'ydim bolalar, yana yo'qotib qo'ydim. Mayli, chiqisi yo'q, hozir yana topishga qilaman. Bilmadim bolalar, hozir qayerda endi bu, yana yo'qotib qo'ydim. Bo'lib topdim mana. Ajoyib, suv kelsin. Suv kelib tursin, mana shunday suvni mana shu yerdan olib turaman bo'lmasa. Ajoyib, juda ham zo'r bolalar. Hop. Bolalar, men bo'lmasa 1-2 hafta yashashim kerak, bilmadim, yana ham mana bu apokalips tugashi kerak. Men hozir bu videoni internetga joylayman YouTube'ga. Agarda bolalar bu aldayotgan bo'lsa, ular iltimos menga aytsa bo'ladi. Ajoyib, men qaranglar. Mayli. Iltimos menga ular aldashyaptimi, yo'qmi, iltimos yozib qoldiringlar. Sabab bolaman hozir bilmayman ular nima deyapti. Balkim sizlar bilishinglar mumkin, buni taxmin qilib aytinglar bolalar, iltimos lekin. Mayli bolalar, bugun sizlar bilan men yana shahis bo'ldim. Aytgancha bolalar, bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingiz esingizdan chiqmasin. Mayli, sog' salomat bo'linglar. Ana endi men qanday qilib yashayman?